Hammaga salom do'stlar, MOSFETdan tez ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Mana MOSFETga kirgandan so'ng sizlar xuddi shunday chiqadi. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda 4 xil usuli bor. Eng oson va tez usuli birlikda. Birinchisi valyuta. Xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. So'mda o'ynasangiz bu joyga tenish shart emas. Kim bu yerdan xohlagan davlatingizni tanlashingiz mumkin. Bu yerda bonusni sport uchun kazino gamisi o'ynashni olsak bo'ladi. Hozir ammo kazino turibdi, sport mana bunisi. Shu ikkalasidan birini tanlaysizlar. Tanlaganimizdan keyin bu joyga promo kod kiritishimiz kerak. BONUS 0026 qo'llash degan yozuvga bosamiz. Keyingisi o'yinni boshlash degan tugmani bosamiz. Mana sirasiz bizlarga login bilan parol beryapti. Buni screenshot olib qo'yamiz, esdan chiqib ketmasligi uchun. Boshqatdan yaxshi tushunadi. Keyin davom etishga bosamiz. Bemalol hisob to'ldirib pul chiqarishingiz mumkin. Mana pul chiqarish mana bunisi. Pul chiqarishga bermaydi, chunki profilni to'ldiring degan joyga bosamiz. Mana bu yerdan strelka turibdi, o'shani bosib chiqqanimizdan keyin mana bu yerdagi ID'ni ustiga bir bossak, mana shaxsiy ma'lumotlar degan joyi bor. O'sha yerdan mana shaxsiy ma'lumotlar degan joyi bor. Mana bularni to'ldirib chiqishimiz kerak. Familiya, ism, mana bu yerda hujjat raqami deyapti. Shularni kiritasizlar bu yerga. 16 talik raqam yoziladi. 14 talik raqam jishir deyiladi shu. Yoki pasport seriya yoki 14 talik raqam yozish kerak bu yerga. Pasportda o'zi bor. Nickname xohlagan nom yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, masalan. Mana bu raqamni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ular ma'lumotlarni to'ldirib bo'lgandan keyin saqlash tugmasini bosasizlar, ma'lumotlar saqlanadi. Keyin mana hisob to'ldirishga o'tsak ham bo'ladi bemalol. Pul chiqarishda mana bu yerda mana turibdi. Mana ko'rsatyapman. Mana shu ustiga bir bossangiz pul chiqarganliklaringiz mana shu yerda ko'rinadi. Hisob to'ldirish mana Humo, Uzcard. Shu yerdan xohlaganingiz orqali hisob to'ldirishingiz mumkin.